Videomizni oxirigacha ko'ring, albatta sizlar uchun foydali bo'ladi. Albatta bu bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun ma'lumot deb hisoblaymiz. Ya'ni kanalimizga Ertosh qishlog'ining go'zal manzarasi haqida video yuklaganimizda ko'p obunachilarimiz tomonidan Ertosh qishlog'ini qayerdaligi haqida so'rashadi. Lokasiya ishlab bering dedi. Hozir shu ma'lumotni video tarzida tushuntirmoqchiman. Xo'p, bu tomonimiz Toshkentdan kelish yo'li, ya'ni Angarendagi oxirgi metandan 25 kilometr yurganlaringda, demak, chap qo'l tomonda joylashgan Ertosh qishlog'i. Yoki bo'lmasa, mana bu vodiy tomondan kelish yo'li, taxminan tunneldan tushganlaringdan so'ng Pop stansiyasidan 10 kilometr Toshkent tomonga yurganlaringda, albatta mana shu Ertosh qishlog'ining belgisi bor. Mana shu belgidan ichkari kirilganda 3-4 kilometrdan so'ng qishlog'imiz boshlanadi. Albatta bu qishlog'imiz 5 fasl uchun mo'ljallangan. Har faslda o'zining go'zal chiroyi bilan ko'pchilikka manzur bo'lgan. Videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bundan zo'rlari hali oldinda. Salomat bo'linglar.